Assalomu alaykum. O'zim yetishtirishda samarali agrotexnika, o'g'itlarni me'yorida qo'llash hamda yuqori sifatli hosil olish bo'yicha tajribali bog'bonlardan jonli efirda bevosita maslahatlar olish uchun onlayn video muloqotimizni boshlaymiz. Shundoq bo'pti bu yer. Bu mana orasi nimalar shoxlar olib tashlanayapti. Zichlashtirib bir-biriga xalaqit qilmaslik uchun. Ayniqsa chiroyli qip-qizil pishgan baquvvat shoxlar qoladi. Barmoqdek sharoitga qarabdi. Orasi yaqin bo'lsa kamroq, orasi uzoqroq bo'lsa ko'proq nurda qoldirib. Tutilib qolmasligiga. Mana shu yaxshi nurda baquvvat mana shu 4 ta qoldirdim. Bittani o'zi mana shu ko'taradi buni. Ortcha agar bir-biriga nima bo'lib ketadigan bo'lsa, oradan olib tashlaveradi. Chiroylilar. Mana. Mana. Shu baquvvatlari bor ekan, hozir. Qoldirdim endi. Mana bunda 3 ta keyingi payvandimizda 3 ta qavatda. Yaxshi pishgan kalteli qo'yilyapti. Slabiylar endi ko'p bo'lsa, shu slabiyroqlarni olib tashlaveradi. Kamroq qoldiradi. Endi kam bo'lsa yoki yo'q bo'lsa, noiloj shu pishgan bo'lsa bo'ldi, qolaveradi. Shu ikkinchi simga qarab mo'ljal olinaveradi ko'proq. Bir bilan ikkini emas. Mana parxish bo'lib kelgan, yangi hosil beradi, novdan zo'r bergan. Mashdan kesib qo'yamiz buni. Mana mash tutdan kelgan mana parxish bo'lib. Mana bitta novda bor ekan, yaxshi, buni parxishga qoldirib qo'yamiz yangi. Parxish degani o'sha o'zimizning shu parxama yangi sortlar bo'lsa, qimmat sortlar bo'lsa, mabodo mana shu yerga tiqib nima qilib qo'ysa, keyingi yilga baquvvat ko'chat bo'ladi, yaxshi ko'chat bo'ladi mabodo. Faqat chuqurroq bir 40 sm, 50 sm chuqurroq ko'marish kerak bir. 50-60 ko'mirish chuqur qilib. Chuqur qilib nima qo'rilsa, yer zaxir anaqasi bilan ildiz chiqarib zo'r rivojlanadi.